Assalomu alaykum aziz avtoixlosmandlar. Sizlar bilan yana bir bor YouTube kanalimiz Motor Master va bugun sizni VIP mehmondek kutib olib, avtomobil olamidagi haqiqiy qiroli yangi Maserati Mtpura 2026 bilan tanishtiramiz. Tayyor bo'ling, chunki bu mashina sizni faqatgina hayratga emas, balki ozgina quvnoq kulgu va shirin orzularga ham eltadi. Endi tasavvur qiling, siz mashinangizga o'tirgansiz, rulni qo'lga olganingizda o'zingizni nafaqat haydovchi, balki sahnadagi yulduzdek his qilasiz. Mtpura 2026 dizayni shunday mukammalki, uni ko'rgan odamning yuragi bir zumda "Vay, bu qanday go'zallik" deb qo'yadi. Old panjarasi keng, yorqin va aqlli shaklda yasalgan. Faralari esa o'zining lazer texnologiyasi bilan nafaqat kechasi yo'lingizni yoritadi, balki sizni atrofdagilarga yulduzdek ko'rsatadi. Yon tomondan qaralganda mashinaning aerodinamik chiziqlari shunchalik nafiski, go'yo shamolning o'zi unga yo'l ochib berayotgandek tuyuladi. Saloniga kirsangiz esa hashamat va texnologiyaning mukammal uyg'unligi sizni kutib oladi. Eng sifatli charm o'rindiqlar, LED yoritilgan panel, 3 ovozli audio tizimi va albatta eng zamonaviy sun'iy intellektli boshqaruv tizimi sizni "Hey, endi telefon bilan ovora bo'lmang. Hamma xizmatlar shu yerda" deb chaqirib turadi. Mtpura 2026 faqat tashqi ko'rinishi bilan emas, balki yuragi bilan ham hayrat uyg'otadi. Uning kapoti ostida joylashgan yangi avlod 8 hibrid dvigatel nafaqat kuchli, balki ekologik dostona ishlaydi. Oqdan 100 km/soat tezlikka chiqish uchun atigi 2.9 soniya kifoya qiladi. Xayolingizda tasavvur qiling, bu tezlik sizni o'rindiqqa yopishtirib qo'yadi, lekin baribir rul ustida. Bu shunchaki sehr degan oy bilan jilmayib o'tiraverasiz. Mashinaning maksimal tezligi esa 350 km/soatdan ham oshadi. Demak, bu oddiy transport emas, haqiqiy adrenalinni hadya qiluvchi asbob. Xavfsizlik tizimlariga kelganda esa Maserati hech narsani ayamaydi. Avtomatik tormoz, 360 darajali kamera, aqlli yo'l assistentlari sizni eng kichik xatolardan ham asraydi. Ba'zan odam o'zini shu mashina emas, mashina odamni himoya qilayotgandek his qiladi. Yo'lda ketayotganingizda esa Mtpura 2026 ovozi nafaqat sizni, balki atrofdagilarni ham xushdan ketkazadi. Chunki uning simfoniyasi klassik musiqa va zamonaviy rapni birlashtirib yuborgandek, qisqasi quloqqa chinakam lazzat beradi. Mashinaning maxsus sport rejimi esa sizni oddiy haydovchidan professional poygachiga aylantiradi. Lekin ehtiyot bo'ling. Shahar ichida tezlikni ko'tarib yuborsangiz, qo'shnilar sizni "Mana, formulani bizning ko'chaga olib kelibdi" deb kulib qarashlari mumkin. Yana bir ajoyib tomon shuki, Mtpura 2026 ekologiyani ham unutmagan. Uning elektr rejimi shahar ichida jim va toza yurishni ta'minlaydi. Yana bir tomondan qudrat, boshqa tomondan ekologik hushyorlik. Mashina ichida esa hatto orqa o'rindiqlarda o'tirgan mehmonlaringiz ham o'zini VIP mehmondek his qiladi. Chunki keng joy, individual konditsioner va multimedia tizimi bilan qurollangan. Endi oylang bunday mashin